Cloud'ni ochib olib, faqat savol-javob uchun ishlatish, xuddi iPhone olib, faqat kalkulyator ishlatishga o'xshaydi. Chunki men ko'p odamlarda ko'rganman, AIni faqat chat qismi uchun ishlatadi. Savol beradi, javob oladi, ba'zida post yozdiradi, ba'zida nimadirni tarjima qildiradi va shu bilan ishi tugadi. Lekin Cloud'ni eng zo'r tomoni faqat javob yozdirishda emas. Eng zo'r tomoni u siz bergan ishlarni bajaradigan yordamchiga aylanishi mumkin. Aslida Cloud'ning ichida juda ham katta kuch, juda ham katta quvvat yashiringan. Ya'ni u siz uchun nafaqat emaillarni ko'rib chiqishi yoki nafaqat hisobot tayyorlashi, kalendaringizni boshqarishi mumkin. Hatto u kompyuteringizni ochib, mustaqil ish bajara olishi va qanaqadir turli loyihalaringizni avtomatlashtirishi ham mumkin. Bugun men sizga Cloud'ni oddiygina chatdan haqiqiy avtomatlashtirish vositasiga aylantiradigan 9 ta eng kuchli funksiyasini ko'rsataman va uni ishingizda ishlatiladigan va fayllaringiz bilan ishlash, takroriy vazifalarni bajarishda yordamchiga aylantirishni ko'rsatib beraman. Eng birinchi bo'lib, Cloud sizni tanishi kerak. Cloud'dan kuchli natija olish uchun birinchi qadam juda ham oddiy. Cloud'ga o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Ko'pchilik AI bilan har safar noldan gaplashadi, ya'ni har chatini ochganda noldan tushuntiradi. Har safar o'zini tanishtiradi, biznesi bo'lsa biznesini tanishtiradi, tushuntiradi, qanday uslubda javob kerakligini aytadi. Bu tabiiyki juda ham ko'p vaqt oladi. Agar siz oldin ChatGPT dan foydalangan bo'lsangiz, u yerda siz haqingizda ancha ma'lumot yig'ilgan. Chunki ChatGPT da ham, Cloud da ham, boshqasida ham siz haqingizda memory, ya'ni xotira bo'lishi mumkin. Ya'ni bo'ladi aniq. Kimligingiz, nima bilan shug'ullanasiz, qanday loyihalaringiz bor, qanaqa uslubda ishlaysiz, shu narsalarni saqlab boradi bu AI toollar. Cloudga shu ma'lumotlarni ko'chirib olishingiz mumkin. Buni qanaqa qilish mumkin? Buni qilish uchun shunchaki mana bu yerda Cloudga kirasiz, ya'ni Cloudni desktopini yuklab olgan bo'lishingiz kerak. Xohlasangiz web ham farqi yo'q. U yerdan settingsga kirasiz va settingsdan capabilities degan joyi bor. Capabilitiesda mana bu yerda start importni bossangiz, sizga prompt beradi. Siz shu promptni ChatGPTga qo'yishingiz kerak bo'ladi va ChatGPTga qo'yib, javob olganingizdan keyin shu javobni mana shu yerga qaytarib qo'yasiz va u siz haqingizda ChatGPTdan bor ma'lumotlarni olib kelib beradi va Cloudni xotirasiga yuklab beradi. Demak, ChatGPT sizga siz kimligingiz, qaysi biznes loyihalaringiz bor, nimalar bilan ishlaysiz, qanaqa uslubda javob yozishni yoqtirasiz, qaysi tilda gaplashasiz, nimalarni eslab qolish kerak bu Cloud, shu narsalarni chiqarib beradi. Aytganimdek, bu matnni qo'shsangiz, Cloud o'zini avtomatik xotirasiga qo'shib oladi bu narsani. Va bundan keyin Cloud siz bilan umuman boshqacha darajada ishlashni boshlaydi va siz har doim, masalan, menga YouTube skript yozib ber desangiz, u sizni kimligingizni, auditoriyangiz kimligini, siz odatda qanaqa ohangda gapirishingiz kerakligini va gapirishingizni biladi. Yoki bo'lmasam, mijozingiz bor, mijozga javob tayyorla desangiz, har safar men O'zbekistonda ishlayman, o'zbek tilida yoz, professional lekin sodda bo'lsin deb tushuntirib o'tirishingiz shart emas, chunki agar oldin bu narsa xotiraga saqlangan bo'lsa, bu avtomatik qilib ketaveradi. Xullas, qisqa qilib aytganda, qoida juda oddiy. Agar Cloud sizni tanimasa, Cloud sizga umumiy javob beradi. Agar u sizni tanisa, sizga moslab javob beradi. Ikkinchi narsa, Cloudga to'g'ri model tanlang. Bizdagi keyingi muhim narsa har bir vazifa uchun to'g'ri model tanlash. Ya'ni odatda Cloudda bilamiz bir nechta model bor. Bu Haiku, Sonnet, Opus va Fable yangi chiqqan. Buni oddiy qilib tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni Haikuni tushuntirsam, Haiku bu o'zingizni tez yordamchingiz deb hisoblasangiz bo'ladi. Oddiy summarizatsiya qilishda, qisqa javob, mitinglaringizda notlar bor, shularni xulosa qilish, qanaqadir maqolani xulosasi, tezkor javob generatsiya qilish, shunaqa narsalarga Haiku yaxshi ishlab beradi va ancha arzon. Oddiy misol uchun sizda 20 daqiqalik Zoom transkripti bor. Buni 10 ta bullet pointga tushirib berish kerak. Ya'ni 10 ta har xil tochkalarni olib kelib berish kerak va action itemlarni ajratishingiz kerak. Va bunga Haiku yetarli bo'lishi mumkin. Haikuga bersangiz bo'ladi. Yana bir model Sonnet. Sonnet bu kundalik ishchi model deb hisoblasangiz bo'ladi. Ya'ni email yozish, skript tuzish, post yozish, promptni yaxshilash, kichik tahlillar yoki content reja, umuman olganda qiyin koding tasklariga ham Sonnet ancha yaxshi yara beradi. Sonnet bilan siz chuqur xulosalar, shunga o'xshagan narsalar ham qilishingiz mumkin. Keyingisi bu Opus. Opus bu mavjud bo'lgan modellar ichida eng kuchli modellardan biri. U juda ham chuqur fikrlaydigan model. Katta hujjat, murakkab qanaqadir koding tasklaringiz yoki murakkab analitik tasklar, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, qanaqadir o'ylashga majbur qilishingiz kerak bo'lsa, Cloudni uni Opusga bersangiz bo'ladi va bu yerda bitta nyuans bor. Opus Sonnet va boshqa modellarga nisbatan ancha ko'p token sarflaydi va ancha sekinroq. Shu sababli hamma ishingizga eng kuchli modelni ishlatishim kerak ekan deb eng kuchli modelni tanlab ketishingiz kerak emas. Bu doim to'g'ri qaror bo'lmaydi. Chunki bu xuddi har safar do'konga chiqmoqchisiz va sizda Ferrari bor va skuterlaringiz bor. Do'konga chiqishingizga Ferrari haydab, oddiy narsani, misol, do'konga chiqib marojna olib kelgandek gap. Agar siz bu yerda skuter yoki velosipedingizni ishlatsangiz, ham tok yoki benzindan ekonom qilasiz, ham tezroq borib kelishingiz mumkin bo'ladi.
Cloud'da chatga kirsangiz yoki boshqa joylarda bu yerda mana o'ng tomonda model tanlash bor va model tanlashdan tashqari pastki o'ng burchagida modelni almashtirsangiz va uni effortini almashtirsangiz bo'ladi. Bu yerda thinking va effort sozlamalari bor. Low, medium, high, extra va max bor va thinkingni o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Agar sizda qanaqadir murakkab vazifa bo'lsa, unga effortni oshirsangiz bo'ladi. Agar oddiyroq vazifa bo'lsa, mana bu effortni shunga qarab pasaytirib borishingiz kerak bo'ladi. Demak, bizdagi qoida oddiy. Sizga agar oddiy ish kerak bo'lsa, tez model kerak bo'ladi, ya'ni Haiku. Kundalik ishlaringizga Sonnet, chuqur tahlillar qilish kerak bo'lsa, Opus va Fable ham bor. Endi Fable hozir videoni chiqargan paytim katta ehtimol pulli bo'lib qoladi. Shu sabab Fable'ni qo'shib o'tirmadim bu yerga, lekin Fable tepada aytib o'tdim, Opus eng kuchli modellardan biri deb, Fable'ni eng kuchli model deb tan olishyapti ko'pchilik. Xo'p, bizda endi Cloud sizni taniydi va siz endi to'g'ri model tanlashni bilib oldingiz. Endi keyingi qadam nima bo'ladi? Keyingi qadam Cloudga ish joyi berish bo'ladi. Bu yerda sizga projects degan funksiyasi juda ham katta rol o'ynaydi, juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni oddiy chat bo'lganda siz har safar noldan boshlaysiz, qanaqadir ma'lumotlaringiz bo'lmaydi, lekin proyektning ichida Cloud doimiy kontekst bilan ishlaydi. Siz unga fayllar, o'zingizning qoidalaringiz, uslubingiz, oldingi har xil namunalar, loyiha maqsadlari, shunga o'xshagan narsalarni berib ketasiz. Misol uchun sizda YouTube content bor, siz YouTube content qilasiz. Siz alohida YouTube content degan yoki YouTube scripts degan proyekt ochib olsangiz bo'ladi va uni ichiga har xil fayllaringizni qo'yib olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsangiz Cloud'da projects degan joyi bor. Shu yerdan projectsdan new project qilib o'zingizga kerakli faylni nomlaysiz va bu yerga qanaqadir description bo'lsa, proyektingiz nima haqida, nimalarni hal qiladi bu narsa, shu narsalarni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda how to use Cloud degan proyekt bor va bu yerda context degan joyiga Cloudni qanaqadir kontekst berishingiz mumkin. Cloudga fayllar yoki bo'lmasam u o'qish kerak bo'lgan xotirani berishingiz kerak bo'ladi shu yerga. Mana shu yerga sizni biznesingiz yoki boshqa mijozlaringiz haqidagi hamma ma'lumotlarni qo'shib ketsangiz, Cloud aynan shu ma'lumotlardan o'qib javob beradi sizga. Aytganimizda endi har safar yangi chat ochganingizda Cloud shu qoidalar bilan birga ishlaydi, shu qoidalarni biladi, tushunadi. Endi siz shunchaki projektning ichiga kirib Clouddan nimadir so'rashingiz mumkin. Misol, shu YouTube videongizga kirib Cloud haqida 12 daqiqalik YouTube uchun skript yozamiz deysiz. Endi asosiy angle oddiy chatdan automationga o'tish deb xullas qanaqadir kichkina prompt berasiz va u sizni YouTube skriptingizda bor fayllardan xulosa chiqarib, undan kelib chiqib sizga noldan emas, qoidalaringizdan kelib chiqib javob beradi. Yana bir misol oddiyroq tushuntirsak, agar siz biznes egasi bo'lsangiz, meni biznesim yoki biznesim degan proyekt ochishingiz mumkin. Ichiga o'zingizning xizmatlaringiz ro'yxati, narxlar, savol-javoblar, mijozlar savollari, qanaqacha uslubda javob berasiz, kompaniya qoidalari, har xil offerlarni yuklab qo'yasiz. Keyin Clouddan so'rashingiz mumkin. Mijoz aytaylik Telegramda shunday savol berdi. Unga javob yozib ber yoki bo'lmasam javob draft qil desangiz, u umumiy hurmatli mijoz bir nima deb yozib o'tirmaydi. U sizni biznesingizga mos javob yozib beradi. Ya'ni mana shu qoidalarni o'qiyapti, sizni oferingizni boshqa narsalarni o'qib chiqyapti va bu Cloud uchun tayyor ish stoli bo'ladi va bunaqa qilib har xil proyektlar ochishingiz mumkin va eng muhim narsa har bir yo'nalish uchun har xil proyekt oching. Misol, YouTube uchun YouTube, Bootcamp uchun Bootcamp, ya'ni mijozlar uchun mijozlar, SMM bo'lsa SMM content, sales, shunga o'xshab har xil proyektlar ochib ketish ham muhim hisoblanadi, chunki kontekst aralashib ketmasligi kerak. Va bizdagi 4-etap bu Cloud biznes ma'lumotlaringizga kirsin. Misol uchun Notion konnektorini misol qilib ko'ramiz. Bizda proyekt bor, bu yaxshi, lekin ba'zi ma'lumotlar faylda emas, sizda Notionda yoki Google Drive'da bo'lishi mumkin. Agar siz Notiondan foydalansangiz, Cloudni Notion bilan ulab qo'yish mumkin va bu juda ham oson va juda ham kuchli imkoniyat hisoblanadi. Siz shunchaki nima qilishingiz kerak? Mana bu yerdan settingsga kirish kerak emas, customize'ga kirasiz va customize'dan connectors degan joyi bor bu yerda. Connectorsdan xo'sh, shu yerdan Notionni qidirasiz. Agar Notion chiqmasa, bu yerdan add qilib browse connectorsga o'tasiz va mana Notionni qidirganingizdan keyin Notion chiqadi. Ustiga bosasiz, connect qilasiz, ulaysiz. Hozir connect qilishni ko'rsataman. Menda connect bo'lgani uchun qaytadan ulab ko'raman. Connectni bosganingizdan keyin Notion sizni brauzerga otib yuboradi va brauzerdan siz mana bu yerda o'zingizning workspace'ingizni tanlashingiz kerak bo'ladi Notion uchun. Hozir ochiladi va bu men work degan workspace'imni tanladim. Continue qilasiz. Continue qilganingizdan keyin u sizni qaytadan Cloudning ichiga jo'natib beradi va Cloudda sizga tayyor o'zingizning work degan space'ingizdagi Notion ulangan bo'ladi. Mana open Cloud qilaman va shundan keyin connected to Notionga ulandi. Bo'ldi.
Va Notion'ga ulangandan keyin endi siz shunchaki Notion'imdagi mana shu ma'lumotlardan kelib chiqib menga bu narsani ber yoki menga u narsani ber deb so'rashingiz mumkin va bu qilib beradi. Yoki bo'lmasam Notion'imga kirib har xil template'lar setup qil, menga yangi fayllar och, buni qil, uni qil desangiz, Claude endi sizni Notion'ingizni boshqara oladi. Oddiy misol keltiramiz. Yana sizda Notion degan bootcamp sahifasi bor. U yerda kurs dasturi, auditoriyas, offerlaringiz, nima offer beryapsiz, narxlar, customer research yoki sizni darsingiz haqida dars strukturasi bor, oldingi YouTube, Instagram video skriptlaringiz bor. Siz shu ma'lumotlardan kelib chiqib Claude'ga shunchaki aytasiz: "Meni shu Notion sahifamni o'qi, bootcamp offeri qaysi joyda kuchsiz, qaysi joyda aniq emas, menga tahlil qilib ber yoki bo'lmasam Notion sahifamni o'zgartirib nimadirlar qilib ber" desangiz, u sizga xulosa qilib beradi, Notion'ingizni o'zgartiraveradi va to'g'irlab berishi mumkin. Mana shunaqa konnektorlarni ulab qo'yishning asosiy foydalari ham shunda, ya'ni Claude sizdan har safar menga shu haqida kontekst bergin deb o'tirmaydi. U kontekstni o'zi kerakli joylardan topib kelib beradi sizga. 5-etap Claude bilan tezroq gaplashing. Keyingi funksiyamiz sizga sodda ko'rinishi mumkin, lekin ishlash tezligingizni anchagina oshirib beradi. Misol uchun oddiy qo'lda yozganimda 110 ta so'z yoki 120 ta so'z yozadigan bo'lsam, gapirsam tabiiyki bu 2-3 barobar ko'proq so'z yozaman. Ya'ni ba'zi vazifalarni yozib tushuntirish juda ham qiyin bo'lishi mumkin yoki sekin bo'lishi mumkin. Shu yerda sizga gapirish qulay bo'lishi mumkin, gapirish osonroq bo'lishi mumkin. Masalan, sizda yangi video ideya bor, lekin hali tartibsiz miyangizda yotibdi. Yozsangiz bir 15 daqiqa vaqtingiz ketib qoladi. Gapirsangiz 2 daqiqada gapirib tushuntirib yuborasiz va shu yerda Claude'da mikrofon bor, shuni bosib ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun mana bu yerda mikrofonni bosasiz va bosganingizdan keyin u sizni eshitadi, javob berishga harakat qiladi. Lekin bir narsani aytib qo'yay, o'zbek tilida bu unchalik yaxshi emas va ingliz tilida ham ba'zida xatolar qilib qoladi. Men aytib o'tsam bo'ladi, Claude'ni ovoz funksiyasi unaqa zo'r ishlamaydi. Shu sababdan Whisper degan local model o'rnatib olsangiz bo'ladi yoki boshqa alternativ programmalar bor, shularni o'rnatib ishlatsangiz bo'ladi o'rniga. Va submit qilib ko'raman. Mana ko'rishingiz mumkin, tushunmadi eshitmani to'g'risi. Shu uchun boshqa programmalarni ustiga o'rnatib olib ishlating, lekin ingliz tilida yaxshiroq ishlaydi bu gapiradigan funksiyasi va rus tilida ham yaxshiroq ishlaydi o'zbek tiliga nisbatan. 6-si Claude'ni brauzerda ishlating. Claude'ni siz brauzerning ichida, ya'ni Chrome'ingiz ichida ham ishlatsangiz bo'ladi. Unda Chrome extensioni bor. Chrome extension orqali Claude ochiq turgan sahifa yoki o'zingiz internetdagi ma'lumotlaringiz bilan ishlashga yordam bera oladi. Misol uchun, mana bu yerdan Claude extensionsdan, ya'ni internet magazindan siz Claude'ni qidirib установить qilib olasiz va xohlagan saytingizga kirasizda. Mana bu Claude'ni bosasiz расширениясini, undan nimadirlar so'rashingiz mumkin. Misol uchun, mana bu yerda restoranlarni topish va kartga itemlarni qo'shish degan example turibdi. Ustiga bossangiz, u sizni qayerdadir ishlaringizni qilib beradi va plandan pro qilib olganingizdan keyin u mana shu ishni avtomatik qilib beradi o'zi sizga. Va ko'ryapsiz, Durdashga kiryapti. Bizda endi Durdash ishlamaydi. Yandex.Go'ga kirsa yoki boshqaga kirsa ancha yaxshiroq bo'lardi. No, baribir ancha effektiv, yaxshi ishlaydi bu. Shunaqa narsalarni qilsangiz bo'ladi brauzerda. Yoki yana ham oddiyroq misol qilib tushuntiraman. Siz qanaqadir maqola o'qiyapsiz va u juda ham uzun, bir 20 daqiqa vaqtingiz ketadi o'qishga. Endi siz shu Chrome extensionni ishlatib so'rashingiz mumkin. Menga bu maqolani asosiy fikrlarini 7 ta har xil bullet point tushuntirib ber. Keyin meni O'zbekistondagi biznes auditoriyam uchun qanaqa xulosalaring bor, qanaqa amaliy xulosalar borligini menga aytib ber desangiz, sizga bu xulosalar qilib beradi, tushuntirib beradi, shunaqa qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasam brauzerga kirib uni qil, buni qil deb tushuntirib ketsangiz, aytsangiz qilib beradi u ham. Yoki eng ko'p ishlatiladigan narsalardan biri bu Excel'ingiz bor, ya'ni Google Sheets'ingiz bor brauzerda. Google Sheet'ga kirib, menga shu narsani qilib ber, analiz qilib ber, formulalarni o'zgartir, uni qilib ber, buni qilib ber deb yana ham mukammalroq ishlarni bersangiz ham bo'ladi. 7-si bu Claude sizga kichik toollar yasab bersin, ya'ni artifacts. Men bu funksiyani juda ham ko'pchilik yetarlicha ishlatmaydigan funksiya deb bilaman, chunki artifakt bilan juda ham zo'r narsalar qilib tashlasa bo'ladi. Misol uchun, Claude'da chap tomonda artifacts degan narsa bor. Ya'ni bu Claude ichida ishlaydigan kichik ilova, forma, dashboard, kalkulyator yoki sizni prototiplaringiz bo'lishi mumkin. Xohlagan narsani qilib qo'yishingiz mumkin. Bu yerga kirasiz, siz nimadirni doimiy anaqada ko'rsatib berasiz, vizualizatsiya qilib ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Misol uchun, men mana bu yerda artifakt qilib qo'yganman. Bu kunlik briefing yasab beradi. Emailimdan boshqa narsalardan keltirib chiqib, shunga o'xshagan narsalarni yasab berib turadi menga artifaktlarim.
va buni o'zingiz o'zgartirasiz va har kuni o'zgarib turadi. Shunchaki mana misol uchun emallaringiz, kalendarlaringiz shunga o'xshagan narsalar bor. Bitta joyga jamlab qo'yasizda, har safar kalendarga, boshqa applarga kirib o'tirmaysiz. Cloudning ichidagi artefaktga kirasizda, ko'rib olasiz. Ha, bugun menga shunaqa xabarlar kelibdi. Bugun shu narsalarni qilishim kerak ekan, bu odam bilan mitingim bor ekan deb bittada ko'rib olsangiz bo'ladi. Yoki umuman boshqa narsalarga ham ishlatsangiz bo'ladi artefaktni. Artefaktlarni yasash uchun shunchaki Cloudning ichiga kirib, menga shu narsada shu bo'yicha artefakt yasab ber desangiz yetarli bo'ladi. Yoki bo'lmasam mana shu artifacts degan joydan new artifact qilib, create chat artifact bosib yasab olsangiz ham bo'ladi ketma-ketlikda. Bitta oddiy misol aytib ketamiz yana artefaktga. Deylik, SMM mutaxassisiz, siz o'zingizga content planner xohlayapsiz. Cloudga kirib aytasiz, menga haftalik content planner uchun mini tool yasab ber. Mijoz biznesi, auditoriya, offer va platformani kiritaman. Tool menga 7 kunlik content ideya, 5 ta reels hooklar va 3 ta qanaqadir call to action chiqarib bersin deysiz. Cloud sizga vizual tarzda kichik prototip chiqarib beradi. Bu tayyor, xuddi App Store'da yoki boshqa joyda applar bo'ladi-yu, Cloudning ichidagi shunaqa applicationingiz bo'ladi o'zingizda. Yoki yana bir misol, siz biznes egasiz va sizga qanaqadir lead kalkulyator kerak. Siz reklama xarajati shunga o'xshagan narsalarni aniqlamoqchisiz. Cloudga kirib aytasiz, reklama xarajati, lead soni, sotuv soni va o'rtacha chek kiritilsa menga CPA, konversiya bahosi va taxminiy profitni ko'rsatib beradigan oddiy kalkulyator tool yasab ber desangiz, bu narsani ham yasab beradi sizga. Bu narsa yordamida siz albatta katta software, ya'ni katta ilovalar yasa olmaysiz, lekin o'zingizni qanaqadir avtomatizatsiya qilish uchun kichik narsalar yasab qo'ysangiz bo'ladi. 8-etap, Cloud takroriy ishlarni o'zi eslab qolsin. Hozirgacha Cloud sizni tanidi, ish joyingizga kirdi, brauzerda yordam beryapti va artefaktlar bilan kichik tool yasab beryapti. Endi navbat eng yaxshi funksiyalardan biri takroriy ishlarga. Ko'pchilik AI dan bir martalik javob oladi, lekin haqiqiy foyda takrorlanadigan vazifalarda ekanligini bilmaydi, bu narsani qilib o'tirmaydi. Masalan, sizga har kuni ertalab bir xil narsa kerak. Aytaylik, bugungi kalendarimda nima bor? Qaysi uchrashuvga tayyorgarlik kerak? Qaysi uchrashuvlarim belgilangan? Shunaqa narsalarni bilmoqchisiz. Kecha qaysi vazifalar qolib ketdi? Bugun qaysi 3 ta eng muhim ishim bor deb plan yozib qo'yasiz Cloudga. Yoki aytaylik, Cloudga kalendaringizni ulaysiz. Keyin scheduler orqali vazifa berasiz. Har kuni ertalab soat 7:30 da bugungi kalendarimni ko'rib chiq, uchrashuvlarimni 3 ta guruhlarga ajratib ber. Tayyorgarlik kerak, oddiy bekor qilish mumkin degan guruhlar bo'lsin de, keyin menga aytaylik 5 ta bullet pointli briefing tayyorlab ber har bir mitingim uchun deb. Bu endi har kuni yozadigan yoki bo'lmasam har safar yozib o'tiradigan prompt emas, bu tayyor workflow sizga. Yoki yana bir misol, haftalik report bor sizda. Har juma soat 18:00 da shu haftadagi Excel'dagi har xil reportlaringiz, loyihangizda notlari, mitingingizni qanaqadir summary, ya'ni xulosalarini chiqarish, tasklaringizni ko'rib chiqish kerak va menga bir sahifalik weekly review tayyorla deysiz. Nima qilindi, nima kechikyapti, qanaqa planlarimiz keyingi haftaga degan. Va shu narsalarni scheduler bilan yasab qo'ysangiz va har safar qiladigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerdagi asosiy o'zgarish shuki, siz Cloudga har safar eslatib o'tirmaysiz. Cloud o'zi belgilangan vaqtda o'z vaqtida ishini qilib ketaveradi. Demak, oddiy qoida bor ekan, agar bir ish haftada yoki har kuni takrorlansa, uni schedulerga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Albatta, bu narsani ham ishlating, bu ham juda ham kuchli narsalardan biri. 9-si, Cloud kompyuteringiz ichida ish bajarsin. Oxirgi eng kuchli qism bu Cowork va Dispatch. Bu qismda Cloud faqat sizga javob yozib o'tirmaydi, u kompyuteringizdagi fayllar, papka, hujjat, kod, skriptlar bilan ishlashi mumkin. Masalan, sizda YouTube video tayyorlash jarayoni bor yoki shunga o'xshagan jarayon bor va fayllar har xil joylarda. Skript bitta papkada, sizni qanaqadir thumbnail, ya'ni cover ideyalaringiz boshqa joyda turibdi. Montajchiga beradigan materiallar boshqa joyda, description matnlar boshqa joyda turibdi. Hooklar yoki shunga o'xshagan narsalar hali ajratilmagan. Siz nima qilishingiz mumkin? Cloudda Coworkga kirasiz va topshiriq berishingiz mumkin. Siz aytasiz, mana shu video papkasini ko'rib chiq, skriptdan asosiy 5 ta momentni ajratib YouTube description draft qil menga. 3 ta title variant yozib ber, montajchi uchun har xil briefing tayyorlab ber. Aytaylik, shorts uchun 5 ta cut ideya chiqar va hammasini bitta faylga joyla desangiz, Cloud fayllaringizni o'qiydi, tartiblaydi, yangi fayl yaratib beradi va sizga tayyor natijani beradi. Bunga yana bir biznes misol, sizda mijozlardan kelgan 30 ta feedback bor. Ular alohida tekstda yoki sizni downloads degan folderingizda turibdi. Siz Coworkga aytasiz, mana shu feedbacklarni o'qib chiq, eng ko'p takrorlangan muammolarni topsang bo'ladi, ularni 5 ta kategoriya qil yoki bo'lmasa shunga o'xshagan narsa aytasizda. Keyin aytasiz product improvement degan narsa yozib ber menga, ya'ni plan yozib ber deysiz. Cloud buni qo'lda qilganingizdan ko'ra ancha tez bajaraveradi va Dispatch degan narsa bor, ko'pchilik eshitgan menimcha, u telefon orqali har xil vazifalarni bajarish uchun. Misol uchun, siz yo'ldasiz, taksidasiz yoki bo'lmasam boshqa joydasiz, kompyuteringiz yoningizda emas, lekin kompyuteringiz yoniq turibdi.
Telefon orqali yozasiz. Bugungi meeting notni topib, undan har xil qilishim kerak bo'lgan narsalarni ajrat va ertangi kun uchun task list tayyorlab ber deganda nimadir yozasiz yoki bo'lmasam umuman qanaqadir boshqa misol yozasiz. Aytaylik, bugungi YouTube script faylni ochib, tepada aytganimiz oxirida call to action qo'shib ber yoki 3 ta variant tayyorlab ber menga deysiz. Claude o'zi dispatch orqali kompyuteringizda ishni bajaradi. Siz keyin shu telefoningizdan turib natijani ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yerda Claude sizga haqiqiy ish bajaradigan AI coworker bo'lyapti. Albatta bitta narsani esdan chiqarmang, doim natijalarni tekshiring, Claude bersa ham, boshqasi bersa ham. Ayniqsa bu sizning mijozlaringizga yoki bo'lmasam qanaqadir nozik narsalarga yuboriladigan xabarlar, pul shartnomalari, rasmiy hujjatlar yoki shunga o'xshagan odam tasdiqi kerak bo'lgan narsa bo'lsa. Va ko'pchilik qiladigan eng katta xato bu funksiyalarni, ya'ni tepada aytib o'tgan narsalarimizni alohida ko'radi. Endi biz eng muhim joyiga keldik, ya'ni ko'pchilik bu funksiyalarni aytganimdek alohida ko'radi. Ya'ni memoryni boshqa deb o'ylaydi. Proyekt boshqa, Notion bilan ulash yoki bo'lmasam MCP pluginlar boshqa, Artifact umuman boshqa narsa, Scheduler boshqa, Cowork bilan Dispatch umuman boshqa narsalar deb o'ylaydi, lekin asl kuch, haqiqiy kuch bularni bir-biri bilan zanjir qilib ishlatganda chiqadi. Misol uchun, oddiy misol, memory orqali siz, ya'ni Claude sizni taniydi. Proyektlar orqali loyiha haqida, nimalar bo'ladi loyihada, shunga o'xshagan narsalarni biladi. Notion orqali sizda bor dokumentlar, biznes ma'lumotlaringizni o'qiy oladi. Chrome orqali har xil tashqi manbalardan research qila oladi. Artifact orqali esa kichik toollar yasa oladi. Scheduler orqali sizga takroriy ishlarni vaqtida bajarishga yordam beradi. Cowork orqali bo'lsa, kompyuteringizda fayllarni tayyorlaydi. Dispatch orqali siz uzoqda bo'lsangiz ham kompyuteringizga ulanib nimadir ishlarni qilib bera oladi. Aynan mana shu joyda Claude oddiygina qanaqadir chatbotdan sizni haqiqiy ish jarayoningizni bir qismiga aylanib qolyapti. Va AI dan haqiqiy foyda olish ham aynan shu joydan boshlanadi, ya'ni shu qismidan boshlanadi. Va siz o'zingizdan savol so'rashni boshlaysiz. Qaysi promptni yozsam bo'ladi yoki nima deb yozsam bo'ladi, nima savol so'rasam bo'ladi emas. Siz o'zingizga o'zingiz savol berishni boshlaysiz. Meni ishimda qaysi jarayon takrorlanyapti va ya'ni Claude'ni shu jarayonga qanday qilib ulasam bo'ladi. Va aynan shu joyda Claude'dan sistemaga o'tish boshlanadi. Agar siz Claude yordamida biznesingizni, ishingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, sizga AI automation kursim borligini aytmoqchiman. Ko'pchilik agentlar, MCP, Claude, sun'iy intellekt ishchilarimni almashtirdi degan qo'rqinchli reelslarni ko'rgan, lekin real jarayonga qanaqa ulash kerakligini oddiy tilda tushunmoqchi. Aynan shunday insonlar uchun darslarimiz juda ham mos keladi va sizga darslarimizni tushuntirishimiz yana ham oson bo'lishi uchun, siz bilan doim aloqada bo'lib birga ishlashimiz uchun bu darslar offline formatda bo'lib o'tadi. Bootcampda biz avtomatizatsiya qilish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Sizni biznesingizdagi yoki mijozingizni biznesingizdagi yoki sizni ishingizdagi real jarayonlarni AI bilan birga ishlaydigan sistemaga aylantirishni o'rganamiz. Biz qiladigan ishlar bular bo'ladi. Ya'ni biz birgalikda o'zimiz uchun biznes brain quramiz. O'zimiz uchun AI yordamchi, ya'ni o'zingizga agent qurishni o'rganib olasiz. Real ishlarga uni o'rgatish, nima qila oladi, nima qila olmaydi, shu narsalarni bilish, xavfsizlik qoidalari, vibe coding, har xil workflowlar yasash, biznesingiz uchun avtomatizatsiyalar qurish, Telegram, Excel yoki CRMlaringiz bo'lsa, tartibli sistemaga aylantirish. Oxirida o'zimizni real og'riqlarimizdan kelib chiqib, sistema yasash va uni demo qilishlarini ko'rib chiqamiz va birga o'rganamiz. Bu kursimizni o'qish uchun kod yozishni bilish umuman shart emas, lekin sizdan talab qilinadigan narsa doimiy izlanishingiz kerak, ya'ni AI bilan avtomatlashtirishga ham qiziqishingiz bo'lishi shart. Bu kursda siz o'zingiz uchun, biznesingiz uchun yoki mijozingiz uchun real workflowlar, ya'ni real sistemalar qurib ko'rasiz va buni ishlatishni o'rganasiz. Agar sizga shu offerimiz qiziq bo'lsa, mana shu descriptionda forma bo'ladi. Shu formani to'ldirishni maslahat beraman va darslarimizga shu orqali qatnashishingiz imkoniyati bo'ladi. Xullas, oxirida xulosa qilib aytsam, Claude'ni faqatgina chat sifatida ishlatsangiz, siz uni juda ham kichik qismini ishlatyapsiz. Claude aytaylik sizni tanishi mumkin, loyihalaringizni tushunishi, loyihalaringizni bilishi mumkin. Har xil pluginlar orqali har xil fayllar, Drive, Notion shunga o'xshagan narsalaringizni o'qishi mumkin. Brauzerda research qilishi mumkin, kichik toollar yasashingiz mumkin. Takroriy vazifalarni eslab bajarishi mumkin va Cowork orqali kompyuteringizda real ishlarni qilishingiz mumkin. Buni hammasini men tushuntirib o'tishga harakat qildim va bugun men ko'rsatgan 9 ta funksiyani zanjir qilib ishlatsangiz juda ham foydali bo'ladi. Alohida qilib ishlatsangiz ham foydali, lekin zanjir aytganimdek yana ham foydali. Aytganimdek, agar siz ham Claude yoki ChatGPT va boshqa AI toollarni shunchaki savol-javob uchun emas, real ish jarayonlaringizda, biznesingizda ishlatmoqchi bo'lsangiz, descriptiondagi formani to'ldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.